Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alloh taolaga hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz alayhisalomga durudi, salovatlar, salomlar bo'lsin. Berilayotgan aqiqa ihsonini Alloh qabul maqbul eylesin. Allohim hammamizni xonadonlarimizda o'g'ildir, qizdir, chaqaloqlar tug'ilib, farzandlarimizni yaxshi tarbiya berib, ular olim-olimalar bo'lishligini Alloh o'zi nasib ro'z eylesin. Xonadon egalari farzand tarbiyasi to'g'risida bir ma'ruza qilishimizni taklif qildilar. Opalarimizdan, singillarimizdan iltimos qilamiz. Ikkovora guringni suhbatni, shavqinni to'xtatib tursalar, bir qisqacha ma'ruza qilamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: sizlar farzandlaringizga ta'lim tarbiyadan ko'ra yaxshiroq narsa bera olmaysizlar deganlar. Ota-ona farzandiga tarbiyani qachon boshlashlik kerak desa, farzand tug'ilmasdan oldin farzandga ota yo ona tanlash bilan bo'ladi. Farzand dunyoga kelgandan keyin esa aqiqa amallarni bajarishlik bilan bo'ladi deganlar. Farzand chaqaloq tug'ilganda Islom dini shariatida ota-ona bola uchun qilishligi lozim bo'lgan 5 ta amal bor. Aqiqa amallari 5 ta hisoblanadi. Birinchisi, bolaning o'ng qulog'iga azon, chap qulog'iga iqoma ayttirish. Qaysiki tug'ilgan bolaning o'ng qulog'iga azon, chap qulog'iga iqoma aytilsa, bola ummu sumyon degan jinning ozoridan omonda bo'ladi deb Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilar. Ota-ona bola uchun qiladigan ikkinchi amal, bolaga chiroyli, ma'noli ism qo'yish. Bolaga ism qo'yish oddiy amal emas ekan. Payg'ambarimiz alayhisalom chaqaloqqa yaxshi ma'noli ism qo'yinglar dedilar. To'g'ri kelgan, duch kelgan ism qo'yilmaydi. Ma'nosiga e'tibor beriladi. Qo'yilgan ismni to'liq aytishlik ota-onaning burchi hisoblanadi. Bizani 4 kunimizda bir xunuk odat bor. Farzandiga tug'ilganda yaxshi ism qo'yadi-da, bola sal kattaygandan keyin ismini kamsitib aytish bor. Bahodirjon deb ism qo'yadi-da, Baqqi deb chaqiradi. Qahramonjon deb qo'yadi-da, Qaqqi deb chaqiradi. Nima uchun? Sayyoraxon deb qizlariga ism qo'yadi. Farzandini yaxshi ko'radi, lekin oradan bir necha yil o'tgandan keyin Sayyoraxon ismini Sayyi deb chaqiradi. Nigoraxon ismini Niggi deb chaqiradi. Shunga o'xshagan ismni kamsitib aytishlik mumkin emas ekan. Nima uchun? Alloh taolo insonni muborak qilib, mukarram qilib yaratdi. Alloh insonni ulug' qilib yaratdi. Insonga qo'yilgan ismni ham to'liq aytishlik birinchi ota-onaning vazifasi ekan. Ota-ona bola uchun qiladigan 3-amal tanglayni xurmo ila ko'tarishlik. Ramazon oyida og'iz ochadigan vaqtida ko'pchilik biladi, Erondan, Saudiyadan kelgan xurmolar bor. Mana shu xurmoga fazilatli insonlar o'ng qo'l ko'rsatkich barmog'ini mag'ziga tegizib, bismillah deb bolani tanglayini ko'tarib qo'ysa, bu ham bola uchun ko'p foydalar bor ekan. Ota-ona bola uchun qiladigan 4-amal bolaning sochini to'liq olishlik. Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilar: bola 7 kunlik
yo 14 kunlik yo 21 kunlik bo'lganda bolani sochini olinglar dedi. Ba'zi opalarimiz, ayollarimiz sochini olsa bola shamollab qoladi deb sochini olmasdan yuradiganlar bor ekan. Ona qornida bola sochiga nifos qoni teggandir, bolaning sochini olinglar deb payg'ambarimiz alayhisalom buyurdilar. Sochini olinadi, olingan soch yerga ko'miladi. Payg'ambarimiz alayhisalom soch va tirnoqlaringizni fi dafni, yerga ko'minglar dedilar. Tirnoqlar, sochlar insonning a'zosi bo'lgani uchun hurmatlanadi ekan, hurmat qilinadi ekan. Musra chiqarib dush kelgan yerga tashalmaydi. Sochni, tirnoqni yerga ko'miladi. Bolaning sochini ham yerga ko'mishni payg'ambarimiz alayhisalom buyurdilar. Soch olingandan keyin bolaning boshiga zaytun moyi yoki zafaron surib qo'yishlik bola uchun foydali ekan. Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilar, zaytun moyi surilgan joyga shayton, jin kelmaydi dedilar. Mana foydasi. Ota-ona bola uchun qiladigan 5-amal bola uchun aqiqasiga bir jonliq so'yib ihson qilishlik. Rasululloh alayhisalom aytdilar, qaysiki tug'ilgan bola uchun bir jonliq so'yilsa, bola yiqildi, sindi, chiqdilardan omonda bo'lish uchun dedilar. Qaysiki tug'ilgan bolaga bir jonliq so'yilmasa, bola garovda ushlab turilgani kabi bo'ladi dedilar. Endi aqiqaga so'yiladigan jonliqlar to'g'risida ulamolarimiz aytdilarki, mana shu Qurbon hayitida qurbonlikka so'yiladigan jonliqlar aqiqaga ham bo'ladi dedilar. Kimda imkoniyati qo'chqorga yetadi, qo'yga yetadi yo qoramolga yetadi, o'zini imkoniyatidan kelib chiqib aqiqaga jonliq so'yilsa sunnat bajarilgan bo'ladi, bola uchun ko'p foydalari bo'ladi. Farzand tarbiyasi to'g'risida ulamolarimiz bir necha ko'rsatmalarni berganlar. Ota-ona farzand tarbiyasida tanaffus yo'q ekan. Bee'tibor qoldirish yo'q ekan. Bolaning tarbiyasiz bo'lishligiga sabab bo'ladigan sabablardan biri ota-onaning o'zining amallari deydi. O'zi nosvoyni chekib turib, bolasiga nosni chekma desa bo'lmaydi. O'zi yolg'on gapirib, bolam yolg'onchi bo'lma desa bo'lmaydi. Oilada oddiy yolg'onning ko'rinishi. Telefon kelganda telefonda meni yo'q devor deyishlik yolg'on. Buni bola o'rgandi, ana endi u ham shu ishni qiladi. Va shunga o'xshagan amallarda yosh bolani oldida har bir aytadigan so'zimizni, amalimizni o'ylab qilishligimiz kerak ekan. Nima uchun? Yosh bola ayniqsa 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan o'rtalikda oilasidagilardan o'rganib oladi. So'kishni ham shu vaqtda o'rganadi, baqirishni ham shu vaqtda o'rganadi, yaxshi xulqimizni, yomon xulqimizni ana shu vaqtda o'zlashtiradi ekan. Nima uchun bizani so'kishimizni boshqa joydagilar bilmaydi yo boshqa joydagi so'kishni bizni farzandlarimiz bilmaydi? Mana shu o'rinda ota-ona bolaga ibrat bo'ladigan fazilatli yaxshi amallarni ko'proq qilishligi, bolasiga yaxshi tarbiya bersa, albatta bu dunyo u dunyo uchun ota-onaga manfaati bor ekan. Agar ota-ona farzandini yaxshi tarbiya qilsa, farzandi kelajakda jamiyatga yaxshi bir xizmat qiladigan olim, olima yoki bir ilmli inson bo'lib yetishsa, otasi olamdan o'tgandan keyin ham bolasining qilgan yaxshi amalidan keladigan savob ota-onasining qabriga yetib turadi ekan, ota-onasining nomoya amaliga savobi yozilib turadi ekan. Qiyomat kunida ba'zi ota-onalar hayron bo'ladi ekan, ey Allohim,
mani yelkamda shuncha savoblar, ajrlar bor. Men bu ajrlarni, savoblarni olmaganman deganda u insonga aytilar ekan: sen yaxshi farzand o'stirding. Farzandingning qilgan yaxshi amallarning savoblari senga ham yozildi deylar ekan. Ayollarimiz iltimos, farzand tarbiyasi to'g'risida bid'at, gunoh amallarni qilinayotgan o'rinlar ham bor. Bola tug'ilganda bolani chillada deyish islom dinida yo'q. Chil so'zi fors tilida 40 degan ma'noni bildiradi. Bola tug'ilganda 7 kun chillada qo'yib, sho'r suvga cho'miltirsam chilladan chiqadi degan gap bid'at. Bolani beshikka solishlikda ko'zmunchoq osib qo'yish, tuz, ojidosh, shunga o'xshagan narsalarni osish dinda yo'q. Ko'zmunchoq, ojidosh, tuz bolani balodan saqlamaydi, Alloh saqlaydi. Shuning uchun Alloh taologa shirk bo'ladigan, gunoh bo'ladigan ishlarni to'xtatishimiz kerak bo'ladi. Opalarimiz o'tirib olsin. Yuqorida aqiqa amallarini sanab o'tdik. Mana shu 5 amal tug'ilgan bola 7 kunlik, 14 kunlik yo 21 kunlik bo'lganda amalga oshiriladi. Islom dinida 5 to'yi berilsin, 5 to'yiga dasturxon yozilsin degan ko'rsatma yo'q. Agar kim xolis ehson dasturxonini yozaman desa ixtiyoriy, dasturxon yozib ehson bermayman desa ham gunoh yo'q. Tug'ilgan chaqaloqimizni umri uzoq, rizqi keng bo'lishligini Alloh o'zi nasib ro'za aylasin. Ilohomin. Robbana hab lana min azwajina va zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bu berilayotgan aqiqa ihsonlarni Allohim qabul qilgin. Bu chaqaloqimizni umrini uzoq, rizqini keng qilgin. Allohu akbar. Salam ceyhun şemalleri, salam ceyhun şemalleri. Kuşağı türküler men senem, senge yanlık muhabbetim.
Koşuk etip köylermen senem Senge yanık muhabbetim Eller kezip söylermen senem Senge yanık muhabbetim Koşuğumның elvan bederi Kıyaş bulup seçerler ziyan Koşuğumның elvan bederi Kıyaş bulup seçerler ziyan İlahi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî at'amana ve sakana ve ja'alana minel muslimin. Ve Rabbena heb lana min azvacina ve zurriyatina qurrata a'yun ve cenna lil muttaqina imama. Allohim, shu tug'ilgan chaqaloq farzandimizni umrini uzoq, rizqini keng qilgin. Kelajakda ota-onasini rahmat eshittiradigan, jannatda toj kiygizadigan farzandlardan bo'lishini o'zing nasib ayla. Shukrona uchun berilayotgan bu haqiqiy ihsonlarni qabul qilgin. Allohim, bu xonadon egalarini, rizqini, oilasini o'zing barakatlarni bergin. Allohim, yurtimizni tinch, osoyishta qilgin. Allohu akbar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وجعله لنا حجة يا رب العالمين. O'qilgan Qur'on oyatlaridan berilatirgan ihson hayrat duolardan hosil bo'lgan savoblarni avvalo payg'ambarimiz alayhissalomning ruh poklariga boshda qildik. Xosatan mana shu ihson beratilgan xonadon egalaridan umidvor o'tgan barcha marhum marhumalarni ruh poklariga boshda qildik. Ya Robbi, ihsonlarni qabul qilgin, oilasini rizqina baraka bergin. Allohim, el yurtimizni turli balo ofatlardan o'zing omonda asragin. Dehqonchiligimizni xirmonlari baland bo'lishligini o'zing nasib ayla. Chorva mollarimizga yetadigan turli kasallik balolardan saqlagin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar. Allohu akbar. Ovqatlanib, taomlanib o'tirganlar bemalol sizlar taomlanib o'tiraverasizlar. Ilohi amin. Allohim, xayrli kunlarda, to'ylarda jam bo'lishlikni, qatnashlikni Allohim barchamizga nasib aylasin. Allohu akbar. Muborak bo'lsin. Sendik senemni Sen ise bilme kaygı alemni Hiç kendi kılma minge keremni ya Hoşinge teyizme yil kalemni Fırkat ile buzma gıl rakamni Gözü güzel muradıga yetkil Sözü asal reşni unutgıl Sevgimni azal könglinge
cebrilastam aşklarınga tarahım etgila köp eyleme cebrilastam aşınga teyizmegil kalam şu armağan Ləlin gamıdın kuzum tüker kan Yehuda Çeyirmeni ataman kapçıp alıp tur oyna Çeyirmeni ataman ey kapçıp alıp tur oyna Hemmeye özün görü setip sepçip alıp bir oyna Hemmeye özün görü setip sepçip alıp bir oyna 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 çeyirmeni ataman Ağlaman desen 1 milyona sataman Oyna oyna çeyirmeni ataman ey zor oynasan arzarlaka sataman Sücü canı kıynamasan isapmez Çenek olup oynamasan isapmez Sücü canı kıynamasan isapmez Çenek olup oynamasan isapmez Elekte su katına gandini kısanıp Elekte su katına gandini kısanıp Uçup konup yayıramazsan isapmez Derler pişip oynamasan isapmez Oyna oyna çeyirmeni ataman Ağlaman desen 1 milyona sataman Oyna oyna çeyirmeni ataman Ey zor oynasan arza rakam sataman Gözüm düştü göynekte serinize Beş gittim boştaki perinize Gözüm düştü göynekte serinize Beş gittim kuboştaki perinize Apa bir havardan bulun oynamadım Apa bir havardan bulun oynamadım Yer değmesin ay dingana şeninize Yer değmesin ay dingana şeninize Oyna oyna çeyirmeni ataman Ağlaman desen 1 milyona sataman Oyna oyna çeyirmeni ataman Ey zor oynasan arza rakam sataman Oyna oyna çeyirmeni ataman Ağlaman desen 1 milyona sataman Aha oyna oyna çeyirmeni ataman Ey zor oynasan arza rakam sataman Sen halasan sana savga temen Ala ala kay yine sana çeyirme Yağmur kara aylandı, könlüm yara baylandı. Yağmur kara aylandı, könlüm yara baylandı. Yarımlı muhabbeti yürekime caylandı. Yarımlı muhabbeti yürekime caylandı. Her kimniki özüne ay görüner gözüne. Kim ne dese diversin yaksa buldu özüne. Her kimniki özüne ay görüner gözüne. Kim ne dese diversine yaksa buldu özüme.
yara yetişmek dilek. İki köngül bir bolsa, savcı diye ne gerek? Savcı diye ne gerek? Aylanıp çıktım bağyana, bir hocik geldi merdana. Aylanıp çıktım bağyana, bir hocik geldi merdana. İşkında bulup divana, işkında bulup divana. Ben seni alamam dedi, almasam ölemem dedi. Ben seni alamam dedi, almasam ölemem dedi. Gelip de mestu mestana, sığmıyla cümle cahana. Gelip de mestu mestana, sığmıyla cümle cahana. Koy indi tapma bahana, koy indi tapma bahana. Ben seni alamam dedi, almasam ölemem dedi. Ben seni alamam dedi, almasam ölemem dedi. Kaddı boyuna can kurbandım, gelişken yanıp durgan. Kaddı boyuna can kurbandım, gelişken yanıp durgan. Üzün kuyrekten urgan, üzün kuyrekten urgan. Ben seni alamam dedi, almasam ölemem dedi. Ben seni alamam dedi, almasam ölemem dedi. İsteğin nedir havar ver, ben sana şeydaşım kardeş. İsteğin nedir havar ver, ben sana şeydaşım kardeş. Payıma diz çöker bar dep, payıma diz çöker bar dep. Ben seni alamam dedi, almasam ölemem dedi. 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 Ben seni alamam dedi, varmasan 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 ölemem dedi. Gel gözümün naz uykudan ayımaka, canlı cana peyvendedi koymaka. Gel gözümün naz uykudan ayımaka, canlı cana peyvendedi koymaka. Gürünleşip vada vafa sevgiden, boşaçı geplerden gülne diymaka. Gürünleşip vada vafa sevgiden, boşaçı geplerden gülne diymaka. Tersivanda kaldırgaç din kayalı, çuğuru çuğuru çuğurlaşı doyalı. Tersivanda kaldırgaç din kayalı, çuğuru çuğuru çuğurlaşı doyalı.
kaya